Dunyodagi eng zaharli dengiz jonzotlaridan biridir. U asosan Avstraliyaning shimoliy sohillarida va janubi-sharqiy Osiyo suvlarida uchraydi. Uning shaffof, ko'p shakldagi tanasi va uzun, stinger hujayralariga to'la tentakullari va uni nafaqat go'zal, balki nihoyatda xavfli jonzotga aylantiradi. Asosiy faktlar: ilmiy nomi Chironex fleshkeri, tentakullari 3 metrga yetadi. Yashash joyi: tropik, Avstraliya va Indo-Tinch okean qirg'oqlari. Zahar ta'siri: yurak to'xtashi, falash, o'lim 2 va 5 daqiqada. Tanasining qo'ng'iroq qismi ko'p shaklda bo'lib, diametri 30 sm gacha o'sadi. Shaffof tanasi sababli u suvda deyarli ko'rinmaydi. Bu esa odamlar va hayvonlar uchun xavfni oshiradi. Asosan Avstraliyaning tropik qirg'oqlarida, Queenslanddan G'arbiy Avstraliyagacha yashaydi. Stinger hujayralar joylashgan bo'lib, ular mayda baliq va qisqichbaqalardan tutish uchun zaharli ignalar otiladi. Zahar yurak va asab tizimlarini hujum qiladi. Odamga og'riq, falaj va yurak to'xtashini keltirib chiqaradi. Bitta katta Chironex fleshkeri bitta urinishda 60 tagacha odamni o'ldirishga yetarli zaharga ega deb hisoblangan. Xulq-atvori va biologiyasi: boshqa meduzalardan farqli ravishda faol suzadi. Tezligi soatiga 4-6 mil, 24 ta ko'zdan iborat 4 ta guruh orqali atrofini ko'radi. To'siqlardan qochadi va o'ljani topadi. Ular o'z hayot aylanishida suvda erkin suzuvchi meduza bosqichining daryolar og'zidagi polip bosqichigacha o'tadi. Umr davri odatda 1 yilgacha. Inson uchun xavf va himoya chorasi: Chironex fleshkeri stingi soniyasiga og'riq keltiradi. O'z vaqtida davolanmasa bir necha daqiqada o'limga olib keladi. Avstraliyada maxsus sirenalar, ogohlantiruvchi belgilar va sirpanmaydigan himoya kostyumlari bilan bunday holatlardan oldin olinadi. Stingi mavsumi noyabrdan maygacha. Ochiq suvda suzish tavsiya etilmaydi.